So'x tumanida bog'bon dehqonlar nima sabab alamli tashvishga tushdilar. Ozgina tomorqada yerga ishlov berishning katta jismoniy kuch talab etishi vatandoshlarimizga begona emas. Zangiat mahalla fuqarolar yig'inida bog'bonlarga yangi navli mevalar ekilsin deb buyruq kelganida, ular aytilgan yumushni bajarish uchun meva berib turgan daraxtlarning o'rniga yangi ko'chatlar ekishgan. 12 gektardan ortiq bog' yangilandi. Bu ishni amalga oshirish va tog'li hududda bog' barpo qilishning og'ir yumushidan 48 nafar bog'bon katta mehnat bilan o'tishdi. Xo'sh, ular nimadan xafalar? Toshli yerni toshini terib mana shu holatga kelsak, mana shu holatini hozir bir katta tadbirkorga beryapti. Biz 48 pudrachi nima qilamiz? Bizni dardimizni kim eshitadi? Shu bog'ni men o'ganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, men daraxtni o'zimni tushundagimda naq pulga oldim. Bir tup daraxt 1000 so'm edi, bizga 5000 dan o'kilib bergan. Biz murojaat qilmagan joyimiz prokuraturaga bordik, начальник milisiyaga bordik, hokim hech kim bizning dardimizni вообще bilmayapti, hech kim olmayapti. Biz dardimizni bironta odamga prezidentga premo bo'lish kerak. Shuning uchun bir soat suv berdi 9000. Men toshni terganimga 100 qamas tosh olib chiqdim. Shuning uchun bironta odam bo'lsa kim bizga yordam bersin. Kamida 15 million, 20 million, 30 million rasxod qilganmiz. Biz shu rasxod nima bo'ladi desa so'rasa, kerak bo'lsa daraxtlarni kesib ol deyapti. Hokim o'rinbosarlari nima, Yo'ldoshev Handam aka. Mana shu kerak bo'lsa bug'doyini ham urib ol dedi, xon bo'lsa ham. Endi bizni rasxodimiz kim beradi, shuncha biz mehnatimiz singan bu bog'ga. Yerni yer qilguncha, bog'ni shaklga keltirguncha ezilgan aholi mehnati ko'rinib turibdi, ammo tuman darajasida shu yerni boshqa birovga berib yuborish qay darajada to'g'ri? 200 ta odamni hozir ishdan qoldirib, bitta odamga beryapti ekan. Hech kim bizdan so'ragani ham yo'q, nima qilding, bu kimniki, nima emas ekan. Biz O'zbekiston Respublika fuqarosimiz. Suvni mana shu har bitta shu obod bo'lgan bu narsa, bu suvni soati 9000 berib, bir yilda bizga daromadi, bundan daromadi hali yo'q. Daromadni endi kutyapmiz. Endi olmalar chiqsa, endi daromad bo'ladi deb turgan paytimizda bizdan olyapti. Hokim akam bag'i bu yog'i kattalar ekan, endi o'sha bitta fermer chiqqan ekan, o'shanga bergan ekan. U puli bor ekan, u bilmadim nima qilishini bizni so'ragan yo'q hech kim bizdan. Shuni bir iltimos qilamiz. Biz ham hisobga oladigan biron tashkilotmi, uymi bormi, shuni qilib murojaat qilyapmiz, endi yordam qilinglar shunga. Fermer beradigan bo'lsa, o'zimiz ichimizda fermer qiladigan bo'ladi. O'zimiz fermer bo'lib ishlaymiz mana shu yerda, murosa qilib. 48 ta odamni ichida qanchalik nimasini biz o'zimiz bilamiz xizmatini. O yonimizda tashyoqli yerlar bor. Agar shuni olib fermer qilmoqchi bo'lsa, o'zimiz 48 ta pudrani ichimizda pudra fermer qo'ysa biz rozimiz. Shu o'zimizning o'rtamizda chiqqan fermer bilan murosa qilib ishlaymiz. Ko'tarilgan muammo yuzasidan qishloq xo'jaligi bo'yicha tuman hokimi o'rinbosari bilan bog'langanimizda u kishining so'zlari bo'yicha yaqinda kelganini va'j qildi. Bir murojaat bo'yicha sizga ozgina savollar bor edi, oydinlik kiritib berasizmi? Malakajon yangi man qo'yindi, men nima qilardi? Endi kirib kelyapman. Hech qancha bo'lgani yo'q. Ishlaganimga kim darslarni bilmayman akajon. Men bo'lmasam bir qurib chiqib keyin sizga shu nomerga chiqaman aka. Rahmat, shunga e'tibor qiling. Sog' bo'ling akajon, sog' bo'ling. Vaziyatni o'rganib ko'rib, Stendalning Qizil va qora asaridagi bir jumla xulosa o'rnida yodimga tushdi. Otam mehnat qildi, bug'doy ekdi, onam uni yanchdi, un qildi. Unning borini olib qo'ygan posbon bizga katta rahmat aytdi. Xulosa sizdan, qadrli yurtdoshlar. Vohidjon G'aniyev, Inomjon Usmonov, Markaziy studiya uchun Farg'ona viloyatidan.